Assalomu alaykum. Birinchi bo'lib kelgan joyim, конечно же, Seulmun va albatta biznes hamkorim. Qani nima bo'lyapti bu janalar ochila qolmadi. Hamma o'zi so'rayverib, ozgina qoldi. Ozgina sabr qiling. Xo'jayin keldilar. Yo'q. Xullas, mana shu o'rta qatordamiz, pastimiz magazin, ustimiz ham magazinmi, xullas kafe, ustimiz ham kafe. Biz o'rtadamiz. Kirganingizda chap qatorda. Kafemizda ta'mirlash ishlari davom etyapti. Hozir ko'rsataman. Ikkinchi lokatsiyamizga keldik. Ikkinchi lokatsiyamiz Nozaga joylashgan. Bu yoq ham seximiz bo'ladi. Mana tomon sex bo'ladi. Mana tomon kafe bo'ladi. Bu kichkinaroq bo'ladi. Seulmunga nisbatan. Shunda Nozani metroga yaqin deyog'ani. To'g'rimizda oltin markazi. Buni qilsam ko'rinsa kerak. Mana 9 etajli dom. O'shani shunda yonbiqinida joylashganmiz. Mana bank, parikmacheskiylar taraf. Va ichkarilarni ko'rsatayım. Bu yerda ham hali hech narsa yo'q. Lekin bu yerda hamma narsa bitta. Stol stullar kelsa, mebellar kelsa. Bu qism kafe va orqa tomon anaqa bo'ladi. Seximiz bo'ladi. Bu yoqda. Ham o'zimizdan logotip qo'yamiz va bu yoq ishlaydigan joyimiz bo'ladi. Men o'tirib olib, bekorchilikda men opaxonni ishga so'raman. Hisob-kitoblar, yozuv chizuvlar. Barmenimiz bilan ko'rishgani keldik. O'ynadi sherikchi yani. O'shacha, meni interesimda. Я думала, этот список и все. Массовый список, нас рода, газета, olmaymiz. Bu to'g'ri 3000 dollar. Aytdim. Ano, arzon narxdan olsa bo'ladi. $700 dan bor. Qo'shma shart bormi? Surayyo opam bilan muxlisa bilan ko'rishdim. Kecha meni surpriz qilib aeroportga chiqishni kutib olgan. O'zim malika opam chiqdilar. Ular ham surpriz qilib chiqishgan ekan. Do'stlar olib kelishdi, birpas gaplashib o'tirdik. Endi esa tanigan. Tilpaz o'rtog'im keldi. Shu bilan telga turmay yomon charchadim. Ko'zlarimdan bo'layotgandir. Assalomu alaykum, xayrli kun. Bu bizning seximizda hali hamma narsa upakovkada. Mramorniy stolimiz, рабочий stolimiz, qoliplar, kerakli narsalar, холодильник, morozinliklar, sex. Bu qism esa kichkinagina kafe bo'ladi. Ikkinchi lokatsiyamiz Hamza metrosini yonida joylashgan. Noza masjidini ham biqinidamiz. 9 etajli domni teyidamiz. Aynan mana shu qism turganda kafega ajratilgan. Masjid bilan shu. Bu joy ham o'zimizaniki. Xudo xolisa bu asosan sex bo'ladi, lekin ozgina assortiment bo'lsa ham bu yerda qoladi va kichkinagina kafe bo'ladi. Patrisiachalik katta va keng assortimentli bo'lmaydi. Bizani idish tovoqlar xohlaganimizdek chiqmagani uchun shu yerga magazinga kelib qaytadan idish tovoq tanlaydigan bo'lamiz. Baristamizga kelibdilar, malika ham. Geldik. Bitta ham ana shunday idish tovoqlar yo'q. Kerak bo'lgan hamma narsa sotilar ekan. Idish tovoq tanlashdan charchadim. Hayotda bunaqa ko'p idish tovoq ko'rmagandim. Shu yerdaman. Biz qattamizda deb o'ylayapsizlar. Har doimgidek kamchiliklarni qidirib yuramiz. Ko'pchilik bo'lib kamchiliklarni qidirib. Va hech narsani topa olmaymiz vaqtimizga. Arishqalarni qarang. Atversiyasi ko'p ekan. Hammamiz charchaganmiz, kecha o'tamiz, voqlik turamiz. Malika opam o'sha oyoqda uxlayotgandilar. Akasi bilan ko'rishimiz kerak edi, o'shani kutayotgandik. Keyin esa yana qaytadan magazinga bordik, yana kamchiliklarni to'ldirish uchun va ba'zi ishlarni bitirib, biz baraka topsin. Mani anaqaga bitta joygacha olib keldi. Bu yerda ko'pchilik tanigan inson bilan ko'rishaman. Mana Dilpaz, rahmat ekanlar. Sen telefon qilaman. Men Ayqubot o'tdi. Jamshid Ziyoxonov bilan Yusuf masalasi bo'yicha ba'zi bir maslahatlarni gaplashib so'rab oldim va u yoqdan chiqib Nozaga o'tdim. Nozada narsalar kelgan edi, oldin dars bergan studiyamdagi narsalarim bor edi. Ularni joyladik, undan tashqari idish tovoqlar olingan edi, kafelarga ikkalasiga ham ularni olib, bu yoqqa Seulmunga keldik. Bu Seulmundagi kafe va svetlarni o'rnatishyotdi. Havo salqin edi. Birpas turib esa soat adashmasam 7larda mana bu fontan shou boshlandi va taxminan 9:30-10 larda ustalarimiz ishini bitirishdi va kafeda faqat уборка qilish qoldi. Уборка uchun esa obunachilarim bilan birga qilgan edik. Uni keyingi videoda ko'rasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.